Sen qanaqa 200lamachi insonsan? Instagram profilingda men haqimda xohlagan gaplaringni, xohlagan tuhmatlaringni qilib, qaysi bet bilan uyalmasdan yengi ochgan Instagram profilimga menga yozyapsan. Hozir ko'rib qoldim, mana ko'rishingiz mumkin. Yozibdi. Men hech qachon esimdan chiqarmayman va hech qachon kechirmayman menga qilgan tuhmatlaringni. Bemalol mana bundan keyin xohlagan gaping bilan tuhmat qil. Bunga senga ishongan insonlarni ham men Allohga kifoya qildim. Iloyim farzandlari sendek bo'lmasin. Shu kunlarda men o'zimni shaxsiy hayotim bilan ovora bo'lib, anu kimligi noma'lum, bilmadim qanaqa kun tug'ilib qolgan Fayoz gaplaringga e'tibor qilmayotgandim. Mayli dedim, indamadim. Lekin har bitta gapingni, har bitta tuhmatingni chegarasi bor. Yaxshiyamki Allohga qasam, o'rtaga farzandimni qo'yib qasam icha olaman. Men hech qanday gostinitsa yoki sen aytayotgandek klublarga borganim yo'q. Shu 5 kundan beri men farzandim bilan ovora edim. Lekin endi sen shoshmay turgin. Men oldimda erim borligi uchun bir ikkita narsalarga andisha qilib turgandim. Endi sen bilan men boshqacha shug'ullanaman. Haqiqiy Afruza qanaqaligini endi sen tanib olasan. Indamasa boshimga chiqasan, kimsan sen? Seni orqangdan chiqadigan insonam oilang bo'ladimi? O'rtoqlaring bo'ladimi yoki boshqa bir kimdir bo'ladimi? Kesin men o'zim gaplashib olaman. Ay, Tayka, yomonligingni qara. Hurmatli Alisher Rahmatullayev, qadamingizni o'ylab bosing. Men bilan gapirayotganingizda o'ylabroq gapiring. Matush, Dugoda, men senga nima degan edim? Bu taylandskiy shimara seni ko'tingga sikadi. Mayadagi fillerlaringni eritib boradi degandim. Ko'tingga sikib qo'yadi, o'ynashmagin deb. Dugon, vaqtida men senga bergan savetni olganingda, hozirdan qo'rqib yashagan bo'lmasliging, ko'p sirlaringni biladi. Men hamisha aytaman, do'st qilayotganda, yor qilayotganlaringda granitsa qo'yib qo'yinglar. Hammaga tegishli gapim. Sirlaring o'zlaring bilan qolsin. Hammaga do'st deb sir aytmanglar. Zulayxa Boyxonova aytgan qo'shiq bor-ku, do'st ham bir aslida dushmanning biri. Dushmanning eng zo'ri, dushmanning shiri. Chunki qo'lidadir ko'nglimning siri. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin, Matushbek mehringdan bir xilvat bergin. Tayka, nima bo'ldi? Men senga aytuvdim, ajrashib ketasan deb menga svязgacha dugona. Menga svязga olsang g'iybatlashamiz. Sen kechiraman bo'pti, sen gapirmayman dugona. Svязga chiq menga. Aytib bermalar bo'lganida nechun qizib ketyapti dugon. Gazetsa yuravermasda Imron akangiz biladi. Voy, yomonligingizni qarang. Hali vaqt keladi, ikkoving bir-biringni go'shingda prosta qovurasan. O'sha vaqtigacha ko'nglim tinchimaydi meni. Bir-biringni ko'tingni ochib sharmanda qilmaganingcha men sizlarni gapiraveraman. Jaqqa javob, bir-biringni hali ko'tingni ochib yo bittang qamalib yo bittang o'lib ketasan, o'shangacha gapiraman. Tayka, Matush, Dugoda. Hurmatli Alisher Rahmatullayev, bundan keyin men haqimda gapirayotgan gaplaringizni o'ylab gapiring va qadamingizni o'ylab bosing. Ay, Tayka, yomonligingni qara. Hurmatli Alisher Rahmatullah. Dugoda, men senga nima degan edim? Bu taylandskiy shimara seni ko'tingga sikadi. Mayadagi fillerlaringni eritib boradi degandim. Assalomu alaykum azizlarim, apelsikalarim, yaxshimisizlar? Meni yo'qotib qo'ydinglarmi? Bu mening yangi akkauntim. Eski akkauntim Alisher aka bilan birgalikda ijod qilib ko'tarilganligi uchun men u profildan voz kechdim. Ipoteka xizmatiga iltimos qildim shu videoyimni kollaboratsiya qilishlarini, chunki sizlar meni shu ipoteka xizmati orqali ham tanigansizlar. Undan tashqari meni yana 3 oylik shartnomam bor. Bundan keyin ham ular bilan birgalikda ishlab kelaman. Hech kim hech qayerga ketgani yo'q. Shu kunlarda bo'layotgan eng katta dolzarb mavzulardan bittasi apelsin, mandarin, ananas. Bu mavzuni menga gapirmasliklarini iltimos qilaman. To'g'risini aytganda menga umuman farqi yo'q. Kim bilan yuradi, nima deydi. Lekin hurmatli Alisher Rahmatullayev, bundan keyin men haqimda gapirayotgan gaplaringizni o'ylab gapiring va qadamingizni o'ylab bosing.
Sizga tushuntira oldim degan umiddaman. Sog' bo'ling. Ay, Tayka! Tayka! Yomonligi edi, qara. Hurmatli Alisher Rahmatullayev, qadamingizni o'ylab bosing. Men bilan gapirayotganingizda o'ylabroq gapiring. Matush! Dugoda, men senga nima degan edim? Bu taylandskiy shimara seni ko'tingga sikadi. Mayadagi fillerlaringni eritib yuboradi degandim. Ko'tingga sikib qo'yadi, o'ynashmagin deb. Dugon, vaqtida men senga bergan savetni olganingda, hozirdan qo'rqib yashagan bo'lmasliging, ko'p sirlaringni biladi. Men hamisha aytaman, do'st qilayotganda, yor qilayotganlaringda granitsa qo'yib qo'yinglar. Hammaga tegishli gapim. Sirlaring o'zlaring bilan qolsin. Hammaga do'st deb sir aytmanglar. Zulayxa Boyxonim aytgan qo'shiq bor-ku, do'st ham bir aslida dushmanning biri. Dushmanning eng zo'ri, dushmanning shiri. Chunki qo'lidadir ko'nglimning siri. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin, Matushbek mehringdan bir xilvat bergin. Tayka, nima bo'ldi? Men senga aytuvdim, ajrashib ketasan deb menga svязgacha dugona. Menga svязga olsang g'iybatlashamiz. Sen kechiraman bu, sen gapirmayman dugona. Svязga chiq menga. Aytib bermalar bo'lganida nechun qizib ketyapti dugon. Gazetsa yuravermasdan Imron akangiz biladi. Voy, yomonligingizni qarang. Hali vaqt keladi, ikkoving bir-biringni go'shingni prosta qovurasan. O'sha vaqtigacha ko'nglim tinchimaydi meni. Bir-biringni ko'tingni ochib sharmanda qilmaganingcha men sizlarni gapiraveraman. Jaqqa javob, bir-biringni hali ko'tingni ochib yo bittang qamalib yo bittang o'lib ketasan. O'shangacha gapiraman. Tayka, Matush, dugoda. Dugod. Ay, Tayka. Mana bola kim? Meni agentlarim shunaqa zo'r ishlaydi, dugon. Matush, kundoshing Tailanddagi Indusbek. Hozir zo'r videolar kelyapti, kulib olasizlar qizlar. Ana reklamada turgan rasming, o'sha ishlab yurgan vaqtingdagi deb, amingni yervog'igacha ko'rsatib chiqqan rasmingiz. Sochingizni qariya qilmasdan oldingi rasmingiz. Topolmaydi deb o'yladingizmi? Jalafligingizni keltirib beraman dedimmi? Keltirib beraman. Men chunki bu, ey Tayka, ko'tingga sikaman ishon. Keyingi o'lja sensan, Taylushka. Tashab ketdim Matush. Deb yig'ladingmi tashlaganda? Men senga boshda aytdim-ku, Tayka, sen shimarasan. Induslarning qo'ttog'ini so'rgan Shimarbeksan. Shimarbek. Matush xotiring ko'rib qo'yasiz basharasini sendan oldingi hayotda. Yo sendan keyingi ham bo'lishi mumkin, mana kecha yaqindagi bo'lishi mumkin. Ey, to'xmat deysan. Mana qora Botir kim? Qora Indusbek kim? Men hech qachon to'xmat qilmayman. Pafakt gaplashaman. Nozanin Sharipova o'tkir qiziman-ku. Tayka, topdimmi? Amingni ye. Endi manolar kimlar? To'xmatmikan? Endi nima deysan? To'xmat deyishini kutib turdim. Manolar nima deysan? Manolarga gapir tezroq, gapir. Xalq kutyapti. Bular kimligini aytib chiq, o'lsin. Keyin bir nima esimga tushib ketdi. Jonim, sizga qari sochlar yoqqan edi-ku, shuncha qari sochim kesib bordim deb narashkolar borsan, dugon. Tayka. To'g'ri yo'ldasan, dugona. Qayt nima qilasan? Induslar qo'taq turgandami? Turmaydigan impotentda. Impotentga qo'taq bormi, dugona? Impotent bo'lib yotibdi, qo'taq turmasa, nashtiski bilmasa, to'lqalarga bo'lsa, dugona. To'ppa to'g'ri qilding, vaqtida tashab ketding. Men senga u Tailandda vaqtlaring sen, men Gulrus, Zara bor edi, Farg'onalik, o'sha gaplashganimizda aytdim. Ertan seni tashab ketadi, buvingdan megib ketasan dedim, dugona. Shartnomangiz bormi ipoteka bilan? Matush. Nima bo'ldi? Benzinim, jonimsan, jonim deb yotuvdi-ku. Tugadimi? Ay, Matush.
Ma'da seni javobingni kutaman. Ikkovlaring bir-birlaring go'shtlaringni yeb, men mazza qilay. Meni bir oy qancha asabimni yeding. Ikkoving bir-biringni ko'tingga sikkaningcha men shu yerdaman. Soching ulavarib to'g'ri qilibsan, qayerda ko'tichni soch kesib nima qilasan? Shuncha zo'r soching bor edi, esiz. O'l mol dishobga lanka. Matush digon odamlarga bo'ldi mishmish. Apelsin yuzini ko'rsatarmish. Tailandga ko'rsatib kelgan ekan-ku, nima aytmading? Ay, Matush digon, voy o'lay digon. Voy o'lay digon, sendan yaxshi ishlaydi. Qarang, men aytlarim, voy o'lay. Voy digon. Voy digonam. Digon bugun sen mazza qil, sen uchun. Sen uchun, sen inklyuziv. Digon mana qara, kindoshing sening chiroyliroq ekan, men mujikda, men qara, ay Indusbek. Indusbek ism qo'ydim men bunga, Indusbek. Ay mazza. Amlaringga meni semizligimga qarab yuzimga salmoqchim. Semizligimni aytib uyalamanmi? 139 ga kilo bilan operatsiyaga borganman. Hozir 54 kilo minusdaman. И что дальше? Digona, kimsan Matluba Rahmatullayevaga? Men o'ylanib gapir, qadamingni o'ylab bos. Kimsan Matushkaya? Digon men chidolmas edim. 13 kunlik deb orasanmi? 13 kunlik? 13 kunlik uchun tavba qildim. Matluba digon, qo'yma bu qizni. Tayka, kep, senga kim Matush? Matush Tailandski shumaraga. Senga gapirdimi? Kimsa Matush, oti kim Matush? Tailandski veliki shumaraga. Qo'yma iltimos. Nikolay bilan go'shtlarni yeb turinglar. Nikolay o'rtlarga o'chaq turaman. Kim yutadi deb o'ylaysizlar? Fikrlaringni kommentariyga yozinglar. Taykami yoki Matushmi? Kimga balet qilyapsiz hozir?